Assalomu alaykum hammaga. Aziz muslimalarim, guruhda so'rabsizlar, er-xotin munosabatlari, farzandlarni haqqiga duo qilishni o'rgating deb. Bugun sizlarga Alloh qodir qilgancha er-xotinni bir-biriga mehr-muhabbatli qiladigan duoni va farzandlarni ham shu o'rinda kelajagini ta'minlab qo'yadigan, o'zimizni ikki dunyo saodatiga yetishtiradigan ajoyib sehrli duo bilan bo'lishaman. Bu duoni Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga o'zi o'rgatib qo'ygan. O'zi bu duoni o'qishimizni istagan. Bu duo shunday duoki, bu duoda o'qiganingizda eringiz bilan yoki erkak kishi o'qisa ayoli bilan, ahli oilasi bilan Allohim isloh qiladi. Isloh bu o'zgarish degani. Bir holatdan ikkinchi holatga o'zgarish degani. Ya'ni sizga yoqmayotgan holatdan sizga yoqadigan holatga o'zgarish yoki sizga yoqib turgan baxtli holatingizdan yanayam sizga yoqadigan judayam baxtli holatga o'zgarish degani. Hamma tomondan dunyo va oxirat yaxshiliklarini ichiga olgan duoni sizlarga o'rgataman, Alloh qodir qilgancha. Bismillahir-rohmanir-rohim. Bu duo Qur'oni Karimning Furqon surasida 74-oyatida yozilgan. Bismillahir-rohmanir-rohim. Robbana habalana min azvajina va zurriyatina qurrata aynin vajalna muttaqina imama. Parvardigor, o'zing bizlarga juft halollarimiz va farzandlarimizdan ko'z quvonchi chiqargin va bizlarni taqvodorlarga imom qilgin degan ma'noda. Alloh taolo qarang, juft halollarimiz va farzandlarimizdan ko'z quvonchi chiqargin deyapti. Bizni eng yashnatadigan, bizni bahri dilimizni ochadigan narsa bu farzandlarimiz va juft halollarimizdan kelgan yaxshilik ko'zlarimizni quvontirar ekan. Alloh taolo o'ta bilimli, o'ta hikmatli zot. Har bir gapida judayam aniqlik, judayam o'lchov bilan gapirilgan bo'ladi. Ko'z quvonchi chiqargin va bizlarni taqvodorlarga imom qilgin. Demak, biz orqamizdagi farzandlarimiz, nevaralarimiz, zurriyotlarimiz bu duoda aytganimizdan keyin Allohning yo'liga yurib, taqvo qilib, xushu bilan namozlarni o'qib, qori bo'lib, Qur'on ilmini o'rganuvchi qilib qo'yar ekan Allohim. Bu Allohning o'ziga osonda. Allohim shunaqangi bilim va hikmat berib qo'yar ekan bizni farzandlarimizga, bizni avlodimizga. Yana bitta xalqimizda gap borku, Qur'onni hamma ham o'qivermaydi, eshitgan bo'lsalaring. Qur'onni o'qiydigan insonlarni ajdodlari duo qilgan bo'lsa o'qirkan Qur'oni Karimda. Hamma ham o'qivermas ekan. "Men xotiram past, yo men o'qolmayman" deydi-yu, aslida ajdodlaringiz haqqingizga duo qilgan bo'lsa, o'z-o'zidan Alloh yo'l ochib qo'yib o'qir ekan. Demak, biz ajdod deb o'zimizni o'ylasak, hozirdan shu Furqon surasi 74-oyatni yodlab olib, hayotimizda doim aytib yursak, bu oyatni ijobati avvalo o'zimizni oilamizga tushar ekan. Oilamizda juft halollarimiz bilan o'rtamiz isloh bo'lib, baxtli, farovon hayot kechirar ekanmiz. Farzandlarimizga ham bu oyatni ijobati tushib, ular Allohning yo'liga yurib, taqvoda, islomda, iymonda, xushuda, Allohga salovat, Allohga zikr salovatda, payg'ambarimizga salovatda, onaparvar, otaparvar bo'lar ekan va bu duoyimizni davomi ham bor ekan. Biz dunyodan o'tib ketamizmi yoki dunyoda biz turganimizda nevaralarimiz dunyoga keladimi, ularga ham bu duoyimizni ijobati yuqar ekan. Alloh taolo bizni shu Qur'onda o'zi aytyapti. Bizni zurriyotlarimizdan taqvodorlarni, imomlarni chiqargin deyapti va ularga bizni imom qilgin deyapti. Biz demak imom bo'lsak, boshqisi bo'lsak, orqamizdagi bizni avlodlarimiz, farzandlarimizni farzandlari, ularni farzandlari shu duoyimizni hurmatidan Alloh taolo taqvodorlar qilib chiqarar ekan. Qaranglar, shunaqangi bu kuchli duo, shunaqangi ajoyib sehrli duoki, buni hamma muslimalarimiz o'zlari yodlab olishlari kerak. Xo'jayinlariga ham yodlatib qo'yish kerak. Men o'zim bu duoni birinchi 2 yil oldin YouTube'da ko'rib qolganman va qog'ozga yozib xolodilnikka yopishtirib qo'yganman. Ovqat qiladigan joyimga yopishtirib qo'yganman.
o'zim yodlab olganman. Xo'jayinimga ham yodlatib qo'yganman. Qizi borlar qizlariga, o'g'li borlar o'g'illariga ham yodlatib qo'yish kerak ekan. Hammamiz bu duoni aytib yursak, bizni o'zimizga bu duoni ijobati, barakati tushar ekan va bizni ajdodlarimizga ham inshaalloh duoni ijobati bo'lar ekan. Va keyingisi bu duoda 2 dunyoda yaxshiligi bor ekan. Birinchisi, bu dunyoda sizni oilangizga, farzandlaringizga Alloh taolo to'g'ri yo'lda hidoyatni, ofiyatni, rahmatni, islohni solib qo'yar ekan. O'zi Alloh taolo solib qo'yar ekan. O'zi boshqarib turgan zot, o'zi hammani o'zi boshqarib, o'zi to'g'rilab tarbiya qilib qo'yaverar ekan. Siz shu duoda bardavom bo'lib qolganiga Allohni shu 5 mahal arkonlarini bajarib zikrlarda yursangiz bo'ldi. Ikkinchisi, 2 dunyo saodati oxiratda Alloh taolo bizga nimani va'da qilyapti bu duoda orqasida? Go'zal jannatni, farishtalar tomonidan tinchlik, omonlik tilanishini, farishtalar 74dan 75, 76, 77-oyatlarini shu Qur'oni Karimda ma'nolarini, tarjimasini olib o'qisalaring, Furqon surasini. Qolganida ham shunday deb yozib qo'ygan. Ana o'shalarga Parvardigori tomonidan go'zal jannat, mangu qoladigan jannat bor. Farishtalar tomonidan salom, mag'firat tilanadigan jannat bor. Ular u yerda abadiy qoladilar, deyapti Alloh taolo. Demak, bizga oxiratda jannat bor ekan bu duoyimizni orqasidan. Allohim hammamizni qalbimizga mana shu Furqon surasi 74-oyatni yodlab qalbimizga solib qo'ysin, ma'nosi bilan tushunib, yodlab, doim aytib duo qilib yurishni hammamizga nasib qilsin. YouTube'ga shunday yozsalaring o'zi chiqadi, qog'ozga yozib olinglar. Istovchilar o'zi yozib yodlab oladi. Istovchilar kim istamaydi xo'jayini bilan yoki juft masalanda erkak kishi bo'lsa, ayoli bilan, ayol kishi bo'lsa, turmush o'rtog'i bilan maza qilib yashashni kim istamaydi? Hamma ayolni baxtli bo'lishi birinchi o'rinda turmush o'rtog'ini bilan orasi isloh bo'lib, bir-biriga sevgi bilan yashashda. Ikkinchi baxtda, ikkinchisi farzandlarda. Farzandlaringiz sizni aytganingizga kirib, namozlarini o'qib ol bolajonim desangiz, xo'p bo'ladi deb o'qib olsa, o'z-o'zidan Alloh uni qalbiga solib, onajonim men Qur'on yodlayman, onajonim men istig'for salovat aytishni boshladim desa, onaparvar, otaparvar bo'lsa, bu qanday yaxshi. Yana biz bu dunyodan o'tib ketganimizdan keyin bizni ajdodlarimiz, bizni avlodlarimiz shu bizni qilgan duoyimizni mana shu Furqon surasi 74-oyatni hurmatidan taqvodor bo'lishsa-ya, biz o'tib ketganimizdan keyin ularni qilgan amallaridan bizga savoblar yozilib tursa-ya, bu dunyo va oxirat uchun eng katta ne'mat, eng katta yutuq-ku bu. Biz uchun qo'lga kiritishimiz kerak bo'lgan eng katta zafarku, eng katta yaxshilik, inshaalloh. Allohim hammamizga xayrli ilmlarni nasib qilsin. Bu aytilayotgan ilmlarni hammamiz yozib, yodlab olishlik nasib qilsin. O'qib yuraylik hammamiz. Allohim juft halollarimizdan, farzandlarimizdan ko'z quvonchi chiqarsin va bizlarni taqvodorlarga imom qilsin. Robbana habalana min azvajina va zurriyatina qurrata aynin va jalna lil muttaqina imama. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.